Mana o'shanda idishlarni yuvib, top-toza qilib, mana dorilarni 1 litrga 1 gram qilinadi. Chiktonik 1 gram. Bir litrga 1 gram. Buni kamda qilish kerak emas. Qutda bo'lgandan berursa bo'ladi buni. Hamma narsaga bersa bo'ladi. Quyonga bersa bo'ladi. Jo'ja tovuqlarga bersa bo'ladi. Chiktonik bilan kalsiy ikkalasi aralashtirib bersa bo'ladi. Mana jo'jalar hujumga tushdi. Buni bir kun ichib bo'ladi. 1 litrda 1 kun ichib bo'ladi hozirchalik. Qanchalik ko'p ichsa shunchalik yaxshi. Tez ichgani yaxshi bo'ladi. Chunki bir kunda uje suvni olib tashlash kerak. Masalan, bugun hozir kechqurun qo'ydimmi, ertaga kechqurun olib tashlash kerak, to'kib olish kerak. Mana 1 gradus 7 o'chib, yog'ib ishlayapti bu.